Turmush o'rtog'idan xiyonat ko'rgan ayol erkaklarga ishonmay qo'yadi. Blok o'zi nima? Juda ham hozir zamonaviy til bo'lib ketdi bu. Bloklaringiz ko'p deb. Blok bu buzg'unchi e'tiqod. Ya'ni buzg'unchi e'tiqod so'zi qisqartirilgan holda blok deb ataladi. Endi nima sababdan buzg'unchi e'tiqod? Umuman olganda e'tiqodlar buzg'unchi yoki buzg'unchi emas bo'lmaydi. Ya'ni har bir dastur niyati ijobiy bo'ladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin niyati ijobiy dastur insonni chegaralashni boshlaydi. Ayni o'sha chegaralashni boshlagan vaqtida o'sha dastur blok deb nomlanishni boshlaydi. Chunki u insonga xalaqit beryapti. Unga xizmat qilmayapti. Har bir dastur insonga xizmat qilishi kerak. Xizmat qilishni to'xtatgandan so'ng u dastur blok hisoblanadi va u dasturni yo o'zgartirish kerak yoki olib tashlash kerak. Lekin olib tashlash degani xotiradan o'chirish degani emas. Chunki biz xotiradan hech narsani o'chira olmaymiz. Bir marta xiyonatga uchragan ayol ikkinchi marotaba erkak kishilarga ishonishi oson bo'ladimi? Ya'ni bu ayol o'zini himoya qilishni o'rganadi. Qo'rquv, xafachilik, hech qaysi dastur aslida olganda insonni ziyoniga ishlamaydi. Uning foydasiga ishlaydi. Uni nimagadir o'rgatadi. Lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'sha dastur insonga xalaqit berishni boshlaydi. Turmush o'rtog'idan xiyonat ko'rgan ayol erkaklarga ishonmay qo'yadi. Agarda ajrim bo'lgan bo'lsa bu oilada, keyin bu ayol o'ziga turmush o'rtoq topishi qiyin bo'ladi. Chunki u ishonmaydi-ku. Lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ayol baribir turmushga chiqishi kerak-ku. Ya'ni u yana qayta turmushga chiqish uchun undagi qo'rquv, ya'ni erkak kishiga bo'lgan qo'rquv, undagi qo'rquv unga qarshi ishlashni boshlaydi. Ya'ni erkaklarga yaqinlashtirmaydi ayolni. Va mana shu vaqtda bu qo'rquvni yechish kerak bo'ladi. Va mana shu yerda aynan olingan dars anglanib yetilishi kerak. Ya'ni nima dars oldi bu xiyonatdan? Va ko'p hollarda olingan dars nima bo'ladi bilasizmi? Balkim o'ziga oro berishni o'rgangandir. Balkim qomatini parvarish qilishni o'rgangandir. Balkim o'z ustidan ishlashni o'rgangandir. Ya'ni ko'rib turganingizdek, o'sha salbiy dastur qayerdadir nimagadir o'rgatdi bu insonni. Va o'sha narsaga o'rgatish uchun xizmat qildi o'sha salbiy dastur. O'sha blok xizmat qildi bunga. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu xizmat tugadi vaqti. Eskirdi desa ham bo'ladi. Vaqti tugagandan so'ng endi bu dasturni o'zgartirish kerak. Siz uchun foydali bo'lgan boshqa narsaga. Va agarda sizni bilimingiz, uquvingiz bo'lmasa, unda siz uchun foydali bo'lgan narsa nima ekanligini siz bila olmaysiz. O'shanda siz albatta tajribali psixologlarga, tajribali terapevtlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ular sizni o'zini kurslari, konsultatsiyalari, sessiyalari orqali sizni chiroyli dasturlarga olib chiqa oladi.